Sen ham hovlingizda yurgan yaqinlar uchun maxsus 4-8 sotixlik hovlimiz. Hovlimiz kirib kelsa, bemalol 2-3 ta mashina ketadigan joyi bor. Bu yerda xododovka qismimiz. Ichida narsalar bilan. Bu yer baniyamiz. Ko'rishlar mumkin, gaz bilan qiziydi. Arsonlari bor. Ichki ko'rinishlari, bu yerda pechkalari, smesителlar faqat sal bo'yi uzun odam qiynalib qoladi ekan. Bu kolodusimiz baniya uchun o'rnatilgan, uyimizda отопление sistemalari bor, gaz bilan qiziydi. Promka qilish uchun maxsus joylar bilan. Xo'sh, uyimiz 1990-yil, 91-yil qurilgan eski kottejlardan, lekin yaxshi remontlar qilib chiqilgan qaytadan. Uyimizni navesti xohlasanglar navis qilinglar, xohlasanglar uzun ekib ustiga chiqarsanglar bo'ladi. Endi ko'rsatib o'taman. Bu yerda ishtaxonamiz. Yengil remontdan chiqqan bu yerlar. Yengil remontdan chiqqan, ko'rishinglar mumkin. Ko'rsanglar bo'ladi. Patologlarimiz neobishni qilingan ekan. Bu ikkinchi xonamiz. Kichkina xona. Lekin uyimiz gap bo'lishi issiqdan turib tak. Отопление sistemalari ishlashi juda zo'r. Endi keyingi xonamizni ko'rsatib o'taman. Hozir bu yerda ishtaxona. Bu kirganimizda katta zalimiz. Televizorlar bor, konditsionerlar qo'yilgan, domimiz Euro remontdan chiqqan bu tomoni. Ko'rib turganlaringizdek aboylar. Bu yerda to'g'rida bitta yotoqxonamiz. Mebellarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham did bilan bezalgan, konditsionerlar qo'yilgan, toshxonalari bor. Ikkinchi xonamiz, bir kishilik yotoqxona beram. Bemalol detskiy qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu esa oshxona qismimiz. Kir mashinalar, kuxni mebel, xolodilnik, bo'lak mebellar, o'tiradigan qo'l-yuvishga smestitel, gaz plita, dimoxodlar ham qo'yilgan. Yusragan ich. Uyimizni sotixona qaytarib o'taman. 4-8 sotix. Hop, 5 xona, bitta katta zal, oshxona. Uyimiz narxini 850 million deb baholayapmiz. Kelib bemalol ustida savdo qilib gaplashishinglar mumkin. Pastda nomer qoldirib o'taman. Bemalol qolgan ma'lumotni nomer bilan gaplashishinglar mumkin. Aytgancha, manzilimiz Avtovokzal litseyning orqa tomoni.